Bo'ldi. Ha, ukam keldi, hozir boramiz. 2 daqiqa. 2 minut hozir boraman. Xo'jayin ishxonagami? Ishxonaga. Hozir boraman tezda. Oğlum amakingizdagi haydasın. Dada, men ishga ketyapman. Ben sana aytyapman amakinlikka haydasın deyapman. Ya. Haydi, amakinlikka. Bir martada aytgan qilmaydi bu bolalar. Ko'rdingmi? Amaking ancha xursand bo'ldi. Xursand bo'ldilar, ishga kech qoldim-da. Endi opamni ham ko'rib qo'yaylik. Hammalarkiga hayda. Dada, ertaga boraylik. Juda katta partiyada yuk kelgan, men bo'lmasam bo'lmaydi. Murodjon bolam, hammasinikiga hayda. Yuraveraymi xo'jayin? Hammasi qolavering, shopirimiz bor edi. Bo'pti, sog' bo'ling. Qana bo'lasan? Har juma xabar olyapmanmi deysan? Qurbon hayitdan beri kimga kerak ekansan u? Nima qilay? Meni ham ishlarim ko'p. Hammasi menga qarab turibdi. Endi bizneslarim rivojlanayotgan paytda qanaqa qilib vaqt ajrataman? Boshdaga o'tir. Endi qatga, dada? Eng asosiy joy qoldi. Dada, nimaga qabristonga olib keldingiz? Ey bolajonlarim, mana bu ulov hozir sizlarning ixtiyorlaringda. Xohlasalaring, ammalaringki, xolalaringga boryapsizlar. Xohlasalaring ishxonaga boryapsizlar. Hali sizlarda shunday ulovga mindiriladiki, xohlasalaring ham, xohlamasalaring ham to'g'ri olib kelib shu yerga dafn qiladi. Ana shunda yonlaringda turgan amakilaring bilan, xolalaring bilan qo'l uzatib so'rashga imkoniyatlaring bo'lmaydi. Bugun ulov sening ixtiyoringda. Ertaga albatta sen bir ulovning ixtiyorida bo'lasan. Qadrdonim, ulovingizni yaxshilik tomon boring. Hoziroq.